Oo, qo'shni-mo'shnini вообще dotasini o'pdilar-ku. Hali to'rtdan olib qo'shnimni ko'rib chiqaman. Yangi mo'shnalar qulluq bo'lsin deb. Bunaqa insonlar erta indin hali ko'p kerak bo'ladi. Lutfulla, muloqotingiz hozir uy egasi kelib qoladi. Bo'p qoldim hozir 5 minut. Ha, usta, burchatkalar bitib qoldimi? Ishlar tugadimi? Bitta aka. Kelishingizga chiroyli suvlar sepib qo'yildi deyotdik. Assalomu alaykum. Ko'rish shart emas. Uy ichi bitgan bo'lsa, yur hisob-kitob qilib oraylik. Boradigan joyim bor, shoshilyapman. Hop, yuring. Salom berdik bir bor alik olmaydi. Pulni kuchi bilganidan qolmaydi. So'zlarimiz o'sha boylik faraslarga pul topib o'zgargan. Bo'ldi aka. Bo'lcha bo'ldi. Burchatganimizda 180 kvadrat ketibdi. Bardurimizdan 80 dona ishlatdimiz. Ha, qara. Tezroq gapir, nech pul bo'pti? Shoshilyapman, vaqtim yo'q. Bo'ldi aka. Hozir. Sizdan 1730 dollar bo'pti aka. Mana 1800 zdachi bor. Bor. Aka, agar kattalik bo'lmasa, zachini shundan moshinamni olib berardim. Bo'ladimi? Bo'ldi, yur ketdi. Yuring. Hozir aka, bir moshinadan olib beraman. Qizil Matiz. Pomidorga o'xshaydi. Voy. Qani izzatchigiz? Bergan pulingizga rozi bo'ling, biz mehnatimizga rozimiz. Ozgina anglashmovchilik bo'lib qoldi. Keling bir osh yegan qo'lingizni o'pmayapsiz aka. Hayotda o'zi shu darajada zo'r muallimki, siz kutmagan vaqtingiz, tayinlamagan paytingizda sizni imtihon qiladi. Vaholanki aslida uni o'zi, kimligini o'zi juda ham yaxshi biladi. Aka, tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling. Hayotgacha pulli jilvasiga oshiq bo'lib, kibrli nag'masiga uchmaylik. Kimnidir o'zimizdan past sanab turib, oxirida xuddi shunaqa oldida uyalib qolmaylik. Inson bo'lib keldim bu hayotga, inson bo'lib ketaylik. Gaplarim to'g'rimi yoki noto'g'ri? Tashqi ko'rinishi qarab, lekin baho bermaydi. Savolasizlar. Puldan vafo kutmanglar. Pul topdim deb haddan oshib ketmanglar.